Endi haqiqiy vulqon kuchiga ega bo'ling. Jinsiy zaiflik, peshobdagi noqulaylik va bepushtlik sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni tabiiy mahsulotlar yordamida bartaraf etish vaqti keldi. Vulkan mahsuloti erkaklik quvvatini tabiiy yo'l bilan oshirib, bir hafta 10 kun ichida natija beruvchi ishonchli vosita. Muammolaringizdan xalos bo'lishni va kuchingizni tiklashni istaysizmi? Unda quyidagi raqamlar orqali mutaxassislar bilan bog'laning va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Hizbulloh armiyasi 2026-yil 11-maydagi kadrlarni e'lon qildi. Unda Livanning Xula shahridagi bino ichida joylashgan Isroil mudofaa armiyasi, ya'ni Sahal kuchlariga Kornet Y tankga qarshi boshqariluvchi raketa bilan hujum qilingani ko'ringan. Taxminlarga ko'ra, hujumda 9M133-1 yoki 9M133F1 versiyasi qo'llangan. Hizbulloh avval ham shunga o'xshash videolarni chiqargan bo'lib, ularda Sahal kuchlari joylashgan uyga tandem jangovar qismni 9M133-1 raketa yo'naltirilgani ko'ringan. Guruhda termobarik jangovar qismga ega 9M133F1 varianti bor yo'qligi hozircha aniq emas. Shu bois so'nggi zarbada ham ehtimol o'sha 9M133-1 raketa turi ishlatilgan bo'lishi mumkin. Hizbulloh Livanda optik tolali dronlardan foydalanishni kuchaytirmoqda. Livan janubida Isroil armiyasi va Hizbulloh o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlar fonida guruh yangi harbiy texnologiyalardan faolroq foydalana boshlagani xabar qilinmoqda. Xususan, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Hizbulloh optik tolali boshqaruv tizimiga ega FPV dronlarni jang maydonida qo'llashni kengaytirgan. Bunday dronlar operatori bilan radio aloqa orqali emas, balki nozik optik kabel orqali bog'lanadi. Shu sababli ular radioelektron kurash vositalari, signalni bo'g'ish yoki boshqaruvni izdan chiqarish uskunalari ta'siriga kamroq uchraydi. Harbiy tahlilchilar fikricha, mazkur texnologiya zamonaviy dron urushida muhim ustunlik berishi mumkin, chunki an'anaviy FPV dronlar ko'pincha elektron qarshi choralar yordamida zararsizlantiriladi. Optik tolali variantlarda esa bunday usullar samaradorligi cheklanishi mumkin. Ayrim manbalarning ta'kidlashicha, Isroil tomoni hozircha mazkur turdagi hujumlarni to'liq to'xtatish yoki ularga qarshi universal yechim ishlab chiqishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ekspertlar fikricha, optik tolali dronlardan foydalanishning kengayishi Yaqin Sharqdagi qurolli to'qnashuvlarda dron texnologiyalari bosqichma-bosqich yangi darajaga ko'tarilayotganini ko'rsatmoqda. AQSh Eron bilan bog'liq vaziyat keskinlashgan taqdirda urush uchun yangi harbiy nishonlar ro'yxatini tuzdi. Washington Eronga qarshi operatsiya boshlashga qaror qilgan taqdirda zarba berish uchun mo'ljallangan yangi harbiy nishonlar ro'yxati tayyorlandi. Bu haqda NBC News telekanali ma'lum qildi. Manbalarga ko'ra, ro'yxatdan yashirin joylashgani va himoya darajasi yuqoriligi sababli yo'q qilish uchun katta kuch talab etiladigan murakkab obyektlar o'rin olgan. Telekanalning ta'kidlashicha, ushbu ro'yxatning shakllantirilishi AQSh yaqin orada zarba berishga hozirlik ko'rayotganini anglatmaydi. Harbiy harakatlarning boshlanishi Donald Trampning Tehron bilan olib borilayotgan muzokaralar yuzasidan qabul qiladigan siyosiy qaroriga bog'liq. Avvalroq AQSh prezidenti Eron bilan kelajakdagi kelishuv loyihasi umumiy hisobda kelishib olinganini ma'lum qilgan edi. Keyinroq Tramp tomonlar hali ayrim ishlar bo'yicha yakuniy kelishuvga erishmaganini qo'shimcha qildi. Darhaqiqat, AQSh harbiy bazalari nafaqat qurolli to'qnashuvlar uchun xizmat qiladi, balki odam, ayniqsa yosh bolalarning organ a'zolarini Amerika elitasiga jo'natish, narkotik, talon-toroj qilingan tarixiy yodgorliklar qabul qilishi hamda urush tomonidagilarga moliyaviy ko'mak berib olovni yanada alangalatishga asosiy sababchidir. Kecha iqlim qurollari haqida to'xtalib o'tgan edik. AQSh harbiy bazalari kompleks noinsoniy laboratoriya bo'lib, dunyo uchun zararli oqibatlar o'chog'idir. E'tibor bering, AQSh harbiy bazalari asosan musulmon davlatlar atrofida ko'p qo'nim topgan. Ular to'liq ishlashi uchun mintaqada doimo urush bo'lishi shart. Agar AQSh harbiy bazalari bo'lmasa, o'z-o'zidan ushbu o'lkalar tinchib ketadi. Mana sizga bor haqiqat. Yaxshiyamki O'zbekiston Surxondaryodagi AQShning harbiy bazasini yopgan edi. Bu ishni amalga oshirganlar haqiqiy qahramonlardir. Isroilning ikki vaziri Livanni elektr energiyasidan uzish va Bayrutdagi o'nlab binolarni vayron qilishga chaqirdi. Agar Livan hukumati Hizbullohni nazorat qilmasa, Litaniy daryosi janubidagi va
Hatto Zahroniy daryosi janubidagi hudud Isroil davlati uchun xavfsizlik zonasiga aylanishi kerak. Elektr energiyasini o'chirish, infratuzilmani yo'q qilish va ularga aniq tushuntirish zarur. Agar terrorizm sodir etilsa, bundan o'zingiz azob chekasiz. Isroil bosh vaziri Qonxo'r Netanyahu AQSh prezidenti Donald Trampning stolini urib, unga Libandagi urushga qaytayotganimizni ma'lum qilish vaqti keldi, dedi Isroil milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir. Moliya vaziri Betsalel Smotrich esa Hizbullohning dronlar tahdidiga chek qo'yish zarurligini aytdi. Shu hafta men taxminan 2 milliard Isroil shekeli, deyarli 693 milliard dollar miqdoridagi maxsus byudjetni tasdiqladim. Har bir dron zarbasiga javoban Bayrutdagi 10 ta bino qulashi va har qanday jiddiy tahdidga qat'iy javob berilishi shart, dedi Smotrich va bu mablag' mudofaa tizimiga optimal darajada tayyorgarlik ko'rish imkonini berishini ta'kidlab o'tdi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.